Hey, ben alayım. Bular nemi degan o'maq? Abbas, mağayli. Tez. Alileri, bularni rastlayıp ketamdiq. Ajab o'maqkan. Xonish ko'rsa, cho'qim xush bo'ladi. O'rda qaytayli. Nasriddin aka, men o'tirgan bu o'tcho'plarni toshqan yoqtirammi? Böceller çokum yaktırıp yeydi. Bu böcek qanchalik bo'ldi? 3 aylık oldu. Ömer, böceklarni ko'rdingmi? Nasriddin aka, Ömer qani? Bayılı var idi o. Ömer! Ömer! Sizler korktu ittimen de. Boldu Ömer. Onda kıma böceklerini korktu itsin. To'xtatdinglar. Nasriddin aka, siz yana 3 böcek bor degan edingiz-ku. Shundoq. Yiliq kuni rostili 3 bor edi. Toshqon ona nima degan bechora? Bolalari yo'qolib ketib, ruhi chiqib ketgandek bo'lib qopti. Ularga yordam beraylik-chu. Qarang-a. Kim biladi, böceklarni bo'ri yeb ketdimi o texi? Ömer, bo'ldi undaq gaplarni qilma. Böceklar balkim o'ying'ili chiqib, uyiga qaytqisi kelmadimikin? Atrofni yaxshiroq kuzatib boqaylik. Qaranglar, bu yerda oyoq izi bor ekan. Böceklarni birarsi o'g'irlab ketdimi nima? Endi qanday qilamiz? Avval Toshqonni uyiga olib ketaylik. Qog'in qaytgandan keyin bir gap bo'lsin. Kava bilinglar, kava. Bari kava. Bek o'xshab keldingmi? Mana. Kava bilinglar, kava. Bari kava. Bugun atigan savdan bek yaxshi bo'ldi. Qadrli Nasriddin, ajab parishon ko'rinasan-ku. Birasi bu yerga böcek sotqili keldimmi? Yo'q. Gulnar, ansirmang. Biz böceklarni cho'qim topa olamiz. Endi o'rniga qaytay. Begim yana kelasiz. Abbas aka, to'xtab turing. Bilishimcha, uyingizda armak ayvonlar yo'q edi-ku. Qafazlik nima ish qilasiz? Buni shohim böceklar uchun buyurtgan. Amaliyot shohimiz bakli mehribon. Aslida böceklarni podshoh o'g'irlab ketibdi-da, Toshqon onaning ko'nglini o'ylabmi qo'ymaganini qara. Oliylari aslida buni yaxshi ko'ngli bilan qilgan. Shah oliylari böceklarni Toshqon onaga qaytirib bersin. Bo'lamdi? Men sizlarni shoh bilan ko'rishtiray. Qog'inni o'zinglar hal qilinglar. O'moq böceklerim, kelinglar, o't yanglar, ha? O't yanglar. Böceğin kaçmagin, ziyon yetkazmayman. Uni tutinglar. Xo'p, uni yorlantirib qo'ymanglar. Qaytsak. O tarafga qochdi, tez qo'linglar. Tutib oldim. Nasriddin, sen nima deb kelding? Oliylari, sizlar bizga Toshqonlarga chiqilmaslik to'g'risida va'da bergan-ku. Nima ishqa ularni tutib keldilar? Men ularni hech nima qilmadim. Shu Toshqon onaga yordamlashyapman. Ularning oilasini parchalab etganliklarini bilamdilar. Toshqon ona bolalarini topolmay shundoq azoblanib ketdi. Onaning bog'liq bo'lgan muhabbati eng ulug' muhabbat. Bu bo'ladi. Biroq men o'rniga faqat birli böcekni kelgan. Agar sizlar qolgan böceklarni tepib kela olsanglar, ondan men buni Toshqon onaga qaytirib beraman. Bo'ladi, tutishdik. Biz cho'qim topalaymiz. Izdanglar. Oliylari, Toshqon ona bekim bechor bo'lib ketibdi. Nima ishqa böceklarni ularga bir xil qaytirib bermaymiz? Xonish oyim, Nasriddinning yana qanday karomati bor ekan bir ko'ray. Nasriddin aka, Toshqon kun bo'yi o't cho'p yemadi.
Nasriddin, bir amal topsam-chu. Padişah bizni qasddan sınavatıdı. Bundaq izlab uni tepish mumkin emas. Nasriddin aka, biz qanday qilamiz? Toshqanda ash yurishi qarab turardi. Mayborsa. Abbas aka, kelib qopsiz-ku. Bizga haqiqiy ahvolni aytib bering. Podshozod qancha bo'jani tutib ketdi? Ma'qul, aytib beray. Jami 3 bo'jan o'zim tutgan. Qolgan ikkisini xonish beqiyotdi. Abbas aka, bu gapingiz rostmi? Ha, topdim. Canım balam, sana neyim bo'ldi? Nimaga buncha yig'laysan? Hurmatli xonish oyim, Böjanning onasi 2 kun beri ishlamaydi, uni og'rib qolamu deb ansirayapman. Hurmatli xonish oyim, shafqatli qo'llaringiz bilan beshimizni silab qo'ysangiz. Bo'ladi, balarimizlar qanday yordamim kerak? Sizlar bek oq ko'ngil kelsizlar, cho'qim yordam qilib, bo'jalarni onasiga qaytarib beraman. Birodarlar, ish bitdi. Plan bo'yicha ish ko'ringlar. Ko'pchilik bahuzur o'ltiringlar. Bo'jinim, sen nerede? Bo'jinim, sen nerede? Bu yaxshi yetmas, yemayman. Böjen. Bo'jinim, qayerligimni bilman. Bo'ldi, shuni olma, tez chiqqa. Böjen. Bu yaxshi chiq. Yo'shini ama. Nima qilyapsizlar? Ha? Voy, nimani qilsiz? Böjen asasan bu yerga ekan-da. Seni tutib oldim. Kechirsizlar, xato olishibdiman. Nasriddin, nima ish qilyapsan? Podshoh olam, biz qolgan ishki bo'janimni topgan edik, biroq ular qochib ketdi. Ularning o'rniga qarab qochganligini ko'rdik. Nasriddin aka, Böjanlarni topdik, mana. Biz bo'janlarni topdik. Endi u va'dalarda turdiganlar, yollardagi bu bo'jannimi qaytirib bersizlar. Mening yana bir shartim bor. Ha, yana qanday shart u? Alilari, qani, tapaqsizlar. Agar sen qaysining aka, qaysining tish ishganligini aytib bera olsang, bu bo'janimni senga berishga qo'shilaman. Bu Böjanlar pek kichik tursa, buni qanday bilgili bo'lsin? Ayrilmagan ishkasizlar gapni osqirib chiqib ketinglar. Tezroq amal topaylik-ku. O'ylanib baqay. Ha, topdim. Hurmatli alilari, ma'o tipchaklab turg'ani erkak. Avo ko'zlari xumalishib ketgan tishi bo'jankan. Voy, Nasriddin aka, menga yomon. Erkak toshqanning puti jalliq, tishining ko'zi xumaliq. Sizlar saxovatli bo'pli qamaygan nayt parasatli balla ekansizlar. Ma'qul, sizlar ep ketinglar. Nasriddin, alaylar, mening kavobim ko'ymaydigan, zixmi ko'ymaydigan bir amalim bor. Toshqan onani o'rniga ekib qo'ysa qandaq? O'shundaq bo'lganda Toshqan ona o'xshashli bolalar bilan jam bo'la oladi. O'rtada ular yaxshi qiladi. Bo'janlar texmi teman cho'ng bo'la oladi. Ha, xonish atrofga o'ylaydi ekan. Gulnar, xonishning degani to'g'ri. Bo'janlar uchun bo'lsa-mu Toshqan onani o'rniga ekib qo'yaylik. Shunday qilaylik. Xotirjam bo'linglar. Bo'janlarni ko'rginglar kelsa, xohlagancha kasanglar bo'ladi. Podshoh alilari, sizlar mehribonlik bilan o'z saxovatlarini namoyon qildilar.